Qiziq holat o'rtoqlar. Xullas 10 litr benzinga pul to'la olmadim. Endi bular ham ola olmadi. Endi uni oxirida sud qaroridan kelib chiqib to'laymiz endi. Qaysi biri to'g'ri? Plastik karta orqali to'lovmi yoki bo'lmasam naqd shaklda qilingan to'lovmi? Ijtimoiy tarmoqlarda sobiq deputat Rasul Kusherbayev va yoqilg'i quyish shoxobchasi mas'ullari o'rtasida munozarali bahs davom etmoqda. Rasul Kusherbayev qonunni asos qilib benzinga to'lovni naqd pul shaklida to'layman desa, yoqilg'i quyish shoxobchasidagilar esa prezident farmonini asos qilib faqatgina plastik karta orqali to'lov qilasiz deyapti. Xo'sh, qonun bo'yicha kim haq? Keling, sodda tilda tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 150-moddasida so'm O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona cheklanmagan qonuniy to'lov vositasi ekanligi qayd etilgan. Shu kabi Fuqarolik kodeksining 94-moddasida to'lovlar O'zbekiston hududida naqd pul shaklida va naqdsiz pul shaklda amalga oshirilishi kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmonida esa 2026-yil 1-apreldan boshlab nafaqat yoqilg'i quyish shoxobchalari, balki davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, ichimlik suv va boshqalarga nisbatan to'lovlar faqatgina bank plastik kartalari orqali onlayn amalga oshirilishi belgilandi. Xo'sh, ushbu ziddiyatli holatda qonun ustunmi yoki bo'lmasam prezident farmoni? Bunga javob O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda batafsil berilgan. Ushbu qonunning 18-moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlar o'rtasida tafovutlar yuzaga kelgan taqdirda yuqoriroq yuridik kuchga ega bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar qo'llanilishi belgilangan. Ya'ni konstitutsiya va qonunlar prezident farmonidan ustun bo'lganligi sababli ushbu holatda konstitutsiya va qonunda ko'rsatilgan holatlar qo'llanilishi lozim bo'ladi. Mazkur holatda naqd pulsiz to'lovni amalga oshirish uchun nafaqat prezident farmonini qabul qilishni o'zi yetarli, balki ushbu qonunlarga ham tegishli o'zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunga o'xshash xabarlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.